Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. 29 oktyabr Turkiya Cumhuriyet Xotiri kuni bayrami. TikTok xalqaro bexatarlikka tahdid solmoqda. Xitoy Amerikadan ba'zi vojlarni amaldan qoldirishni talab qildi. Xitoy siyosiy g'arazlik sayohat faoliyatlarini yo'l qo'ymoqda. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsa. 29 oktyabr Türkiye Cumhuriyet Xotiri kuni bayram bo'lib, bu har yili 10 ayning 29 kuni Cumhuriyetni xotirlash uchun o'tkazilgan bayram. 1923 yil 10 ayning 29 kuni Türkiye Büyük Milliy Parlamenti davlat hukumatining Cumhuriyet tuzimiga aylanganligini jakarladi. Bu tabriklash faoliyatida 101 dona top o'q etildi. 1924 yili bayram orqali Cumhuriyetning qurilganligini tabriklagan. 1925 yili 2 ayning 2 kuni Diplomatiya Ministerligi bir turli qonun taklifini e'lon qilib, 10 ayning 29 kunini katta ziyofat qilib bekitish taklifi berdi. Bu taklifni Qurultay Asosiy qonun komiteti tekshirib, 4 ayning 18 kuni qaror qildi. 1925 yili 10 ayning 29 kunigacha 628 nomerli qonunga asosan mazkur qonun o'z davlati va chet el vakillari ichida tabriklandi. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetining qurilganligining 10 yili, ya'ni 1933 yili 10 oyda Cumhuriyetning eng chong ziyofati deb tasvirladi. Cumhuriyetning e'lon qilinishi 1919 yili 5 ayning 19 kuni Osman imperiyasi hukumati rayonning tartibini asliga keltirish uchun Mustafa Kemal Pashani Samsunga avatgan. O butun mamlakatning ko'p qism o'lkalarida qurultay ichib, faqat bir xil egilik huquqi, ya'ni davlatning egilik huquqi bor. Davlatning egilik huquqi davlatning irodasini qutqizadi. 1920 yili 4 ayning 23 kuni Ankara Milliy parlamentida o'tkazilgan qurultayda Mustafa Kemal Pasha qurultayning raisligiga saylangan. Mustafa Kemal Pashaning rahbarligida Milliy parlament Turkiya mustaqillik urushini boshladi. Xalq armiyasi dushman armiyasi bilan murini-muriga taraf jang qildi. Mustaqillik urushi g'alaba qilgandan keyin Turkiya Büyük Milliy parlamenti 1922 yili 11 ayning 1 kuni egilik huquqini bekor qildi. Sultan Vahiddin davlat xoni deb chaqirlanib davlatdan ayrildi. 1923 yili 7 ayning 24 kuni Shveysariyaning Losan shahrida Angliya, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Gretsiya, Ruminiya, Bulgariya, Belgiya, Turkiya Büyük Milliy parlamentining oliy maktablariga vakillik qildi. Sovet ittifoqi va Nashinning vakillari bilan Losan tinchlik shartnomasini imzoladi. Bu shartnoma orqali yangi davlatga asos solindi, lekin davlatning hukumat shakli texnik bekitilmadi. Atatürk 10 ayning 29 kuni parlament a'zolari bilan kengashgandan keyin Cumhuriyet bergan taklifni Turkiya Büyük Milliy parlamenti tayyorlab chiqdi. Parlament ma'qullagan qaror shu orqali Turkiya Cumhuriyetining yangi boshqarishini shakllantirdi. Yangi nomi Turkiya Cumhuriyeti deb bekitildi. Atatürk Turkiya Cumhuriyetining tunji bosh mudiri bo'ldi. Xalq xushallik va qizg'inlik bilan Cumhuriyet bayramini tabrikladi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash va barliq xodimlar Turkiya Cumhuriyeti qurilganligining 96-yilini qizg'in tabriklaymiz. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, navbatda Uyg'urlarning do'lal madaniyati Xitoy sayohatchilarini alohida jalb qiladigan sayohat nuqtasiga aylangan. Xitoy taratqullarining bu vaqtdagi xabarlarida Avat noyasidagi Do'lan qabilasi manzar rayoni, Do'lan mashribi, Do'lan muqomi, yerlik xalqning turmush usuli, urf-odati va har xil xalq o'yinlarining jalbkorligini oshirganligi. Bu yil ichida Avat noyasining 1 million Xitoy sayohatchilarini kutib olganligi, 500 million yuan xarjlaganligini ilgari surilmoqda. Xitoy xabarlar to'rining uchurida o'tgan hafta Avat noyasida o'tkazilgan 15-navbatlik Kusan Do'lan madaniyat bayrami va 6-navbatlik Do'lan musallas bayrami texnik ko'p Xitoy sayohatchilarini jalb qilish rolini o'ynagan ekan. Xitoy hukumatining Avat noyasidagi Uyg'urlarga Do'lan qabilasi degan nomda farqli etnik guruhidagi muomala qilishi va ularni sayohatchilarga shundoq tunishtirishi Xitoyning maqsadiga qarata gumon paydo qilmoqda. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy hukumati bu rayonda siyosiy g'arazlik sayohat faoliyati qanot yaydirib, sayohat faoliyatlarida Uyg'ur millati va madaniyatining muhim tarkibi qismi bo'lgan do'lonliklarni va ularning yerlik muqam, mashrab, urf-odatlarini shundoqla turmush usullarini farqli bir madaniyat, farqli bir etnik guruhidagi tunishtirayotganligini bildirib, ularning qarashicha Xitoy hukumati do'lonliklar, Do'lan qabilasi degan so'zliklar orqali kishilarning engida do'lonliklar farqli madaniyat va etnik guruhida degan hukmni shakllantirib, do'lonliklarning madaniyat farqini alohida gavdlantirib, ularning Uyg'ur kimligini yushirib, Uyg'ur o'rtaq kimligini parchalashga urinmoqda ekan. Yigirma 26 oktyabr kuni Amerika parlamenti a'zolari qisqa vaqt ichida keng tarqalgan TikTokning Amerika uchun xalqaro bexatarlik tahdidiga o'zgarib ketganligini, bu appning Xitoy hukumati bilan bevosita munosabati bor yo'qligini tekshirish kerakligini aytgan. Qisqa film manbalarlash organining Amerika istixborot organi tomonidan tekshirish kerakligini xohlaydigan Amerika parlamentining Cumhuriyetchi va demokrat a'zolari bu turning soyasida Xitoyning Amerika vatandoshlarining arxivini o'g'irlamdi yoki o'g'irlamamdi degan masala ustida tekshirishni talab qilgan. Cumhuriyetchi va demokratik a'zolar Amerika fuqarolarini kontrol ostiga olishni xohlaydigan davlatlar bu turdagi applar orqali saylan mezgilida ko'plab yolg'on xabar va ig'vogarchilik tarqatadiganligini tilga olgan.
TikTok Beijingni markaz qilgan shirkat tarafidan yasalgan bir app bo'lib, TikTok shirkatining tarqatilgan bayonotda bu appda siyosiy e'lonlarning tarqalishiga ruxsat bermaydiganligini bildirgan. 2019 yil ichida 177 million kishi tarafidan tushirilgan bu app nihoyat tez tarqalayotgan bo'lib, Facebook'dan qolsa dunyoda eng ko'p tushirilgan app bo'lib, ikkinchi o'rinda turdi ekan. Amerikaning Oliy palata a'zosi, Amerika xalqaro istixborot doirasining direktori vakili Joseph Migori yozgan bir maktubda TikTokni yasab chiqqan shirkatning kengaytirish markazi Xitoyda bo'lganligi uchun Xitoy Kommunistik partiyasi istixborot ishlarida u shirkatni zo'rlay oladi. Xitoydagi shirkatlarning bu xil talablarini rad qilish imkoniyati yo'q. Bu holat Amerika uchun bir xalqaro bexatarlik tahdididir dedi. 10 ayning 25-kundagi xabarlarga asoslanganda Xitoy rais yordamchisi Liu He Amerikadan texnik ko'p dehqonchilik mahsulotlarini sotib olish badaliga Amerikaning Xitoydan eksport qilgan mollarga o'stirilgan va yoki yangidan o'stirmoqchi bo'lgan bojlarning amaldan qoldirilishini talab qilgan. Forex Fidiktorining xabariga asoslanganda Amerika tijorat vakili Robert va xazina ministri Steve Mnuchin bilan telefonda ko'rishgan Liu He Amerika hukumat doiralarining orasida yanfon va qo'l kompyuterini o'z ichiga olgan 156 milliard dollarlik Xitoy miliga 11 ayning 15-kunida boshlab o'stirmoqchi bo'lgan bojni va 1-sentabr kundan boshlangan 125 milliard dollar qiymatidagi Xitoy mili uchun qo'yilgan %15% lik tamojni bejini amaldan qoldirishni talab qilgan ekan. Amerika bilan Xitoy o'rtasida 16 oydan buyon davomlashayotgan savdo urushi oxirlashtirish uchun ko'rishlar davomlashayotgan bo'lib, Amerika Xitoy tijorat kelishimining birinchi bo'likining ustida xizmat ishlanayotganligini bildirgan. Tijorat kelishimi birinchi bo'likining Chilida o'tkazilgan yig'inida Trump bilan Xi Jinping imzolashni maqsad qilmoqda. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.